Bu videoni ko'rmasdan iPhone'ingizni iOS 26.2 ga yangilamang. Do'stlar, rasman iOS 26.2 versiyasi chiqdi va hozir men iPhone'imga o'rnatib oldim. Qanaqa yangiliklar bor? Kelinglar, hozir mana shu rolikda hammasini ko'rib bilib olasizlar. Do'stlar, ekran blogidagi soatda endi mana shunaqa yanada shaffof qilishinglar mumkin. Shuni bosib turib, mana ko'rishinglar mumkin. Yanada shaffof qilishinglar mumkin va bu yo'ldan istagan ranglarni tanlab o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchi yangilanish, oldin smartfonimizga SMS kelsa yoki qanaqadir xabar keladigan bo'lsa, orqasidagi fonarga o'chi yonardi. Endi iOS 26.2 da yangilandi. Ekran yopib qo'ysangiz, SMS kelgan vaqtda ekran yorug'lashib ketadi. Ikkinchi o'zgarish, endi o'zini Zdrowie programmasida uyqu nazoratingizni baholab turadi. Men hozir buni endi yoqqanim uchun menikini hali hisoblagani yo'q. Bizga o'sha boshida ko'rsatilgan iOS 26 ning animatsiyalari endi iOS 26.2 da qo'shildi. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir ko'rsataman. Mana boshqacha neobishli animatsiya bilan ochilyapti. Beshinchi o'zgarish, endi begon odam siz AirDrop'ingizga narsa o'tkazmoqchi bo'lsa, siz unga kod berasiz va kod orqali ruxsatni olib, u sizga narsa tasha oladi. Oltinchi o'zgarish esa iOS 26.1 da urven mana bunaqa ko'rinishda edi. Endi iOS 26.2 da esa mana bunaqa effekt qo'shib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. iOS 26.2 ni iPhone 11 dan boshlab to 17 Pro Max gacha to'g'ridan-to'g'ri обновление qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari 16 Pro va 16 Pro Max foydalanuvchilari ham bemalol iOS 26.2 ni ustanovka qilishlari mumkin. Do'stlar, o'zi iOS 26.1 da batareya samaradorligi ancha kamaytirib qo'yilgan edi. iOS 26.2 da esa bu narsa yana o'z joyiga keltirildi. Bundan tashqari smartfon batareyasi maksimal darajada optimizatsiyalandi. Bundan tashqari smartfon iOS 26.2 da qizib ketishi anchagina kamaygan va bu iOS 26 ni plus tomonlaridan biri. Va bizda hozircha shular. Ushbu videoni iPhone tutadigan do'stingizga yuborib qo'ying va bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang.